Zakariya alayhissalom. Zakariya alayhissalom Alloh taolo ixtiyor etgan payg'ambarlardandir. U hamisha Allohning birligiga e'tiqod qilishga da'vat etish bilan mashg'ul bo'ldi. Zakariya alayhissalom yoshi ulg'ayganda ham befarzand edi. Shu sababli o'zidan keyin Bani Isroil qabilasining ahvoli ne kechar ekan deya ko'p o'ylardi. Chunki qavm shariat ahkomlariga yaxshi rioya qilmas, Zakariyadan keyin ularga nomaqbulroq kishi sardorlik qilsa, ular zalolat ko'chasiga kirib ketishlari aniq edi. Zakariyaning xotini Ayshu bilan Imronning xotini Hinna opa-singil edilar. Hinna yoshi o'tib qolgan bo'lsa ham farzand ko'rmagan edi. Rivoyat qilinishicha, bir kuni Hinna daraxt soyasida o'tirib, shoxdagi qush uyasiga ko'zi tushib qoldi. Ona qush kelib, o'z bolalariga taom yedira boshladi. Bundan ta'sirlangan Hinna Allohga iltijo qilib, Parvardigoro, agarda sen menga farzand ato etsang, uni yolg'iz sening ibodatingga mashg'ul bo'lib, qullikni bajo keltirish uchun Baytul Maqdis xizmatiga nazr qilurman dedi. Allohning irodasi bilan homilador bo'lgach, qornidagi o'g'il yoki qizligini bilmagan holda uni muharrar, ya'ni dunyo ishlaridan ozod bo'lib, faqat ibodatga bo'lishga va Alloh roziligini topishga tayinlangan deb e'lon qildi. U vaqtlardagi odatga ko'ra faqat o'g'il bolalargina muharrar deb tayinlanar, Allohning ibodatiga ajratilar edi. Qiz bolalar muharrarlikka ajratilmasdi. Hinnaning qilgan ahdini eshitgan eri Imron, og'ir mas'uliyatni zimmangga olding. Farzandimiz qiz bola bo'lib qolsa nima qilurmiz dedi. Bu qayg'u Hinnani ham ikkilantirib qo'ydi. Oradan ko'p o'tmay Imron vafot etdi. Vaqti yetib Hinnaning ko'zi yoridi. Tug'ilgan go'dak qiz edi. Alloh taologa o'z ahdi uchun uzr aytib, Parvardigoro, mening bu homilam qiz bola bo'ldim. Sening yo'lingga nazr qilingan farzand o'g'il bo'lsa yaxshi bo'lar edim. Men buni Maryam deb nomladim deya hasratla nido qildi. Farzandini shaytoni layin sharridan asrashlikni so'rab duo qildi. Maryam voyaga yetgach, onasi uni o'z nazriga binoan masjidga olib kelib topshirmoqchi bo'ldi. Masjid ahboblarining har biri Maryamni o'z kafolatiga olish istagini bildirdi. Zakariya o'z ayoli Maryamning xolasi ekanligi uchun kafolatga olishga o'zini ko'proq mustahiqligini aytdi. Lekin ahboblar rozi bo'lmadilar. Shunda o'rtada qur'a tashlandi. Qur'ada Maryamni kafolatga olish Zakariya alayhissalomga nasib etdi. Zakariya masjiddan Maryam uchun maxsus joy hozirlab, har kuni uning holidan xabar olib turdi. Masjidda Maryamga g'oyibdan turli taom va sharbatlar, mevalar in'om etilayotganini sezgan Zakariya undan bu nozi ne'matlar qayerdan kelayotganini so'radi. Maryam bularning barchasi
Allohning marhamati ekanligini aytdi. Shunda Zakariya Allohning marhamati-yu har narsaga qodirligidan umid qilib, qarib, zaif bo'lib qolgani va befarzandlik dog'i uni kuydirayotganini arz etib, Allohdan iltijo bilan farzand so'radi. Farzand so'rashidan asosiy maqsad nasl qoldirish va moddiy dunyoga rag'bat qo'yish emas, balki qarindoshu yaqinlari barchasi yomon yo'ldan yurganligi va o'zidan keyin ular qavmini to'g'ri yo'lga boshlab odilona hukm yurgizishlariga ko'zi yetmayotganligidan ekanligini bayon etdi. Alloh taolo Zakariya alayhissalomning duosini qabul qildi. Maloikalarni yuborib, unga farzand ato etishligi bashoratini berdi. Farzandi ismini Yahyo bo'lishi, avvalda biron kishi bu ism bilan nomlanmaganligi, bu farzandga Allohning barakasi nozil bo'lib, Allohning kitoblariga iymon keltirajakligi hamda u o'z qavmiga sardor bo'lajagi xabarini yetkazdi. Zakariya alayhissalom o'zim qari, xotinim yoshligidan befarzand bo'lsa, endi bu xushxabar qanday bo'lar ekan deya taajjublandi. Shunda unga bu Allohning irodasi, Alloh har narsaga qodir zotdir degan vahiy bo'ldi. Zakariya unday bo'lsa xotini homilador bo'lganligini qanday qilib bilishi mumkinligini Allohdan so'ragan edi. Xotining homilador bo'lgandan sen odamlarga gapira olmay, tiling so'zga kelmay qolur. Faqat ishora bilangina ularga xitob qila olursan. Bu holat 3 kun davom etur. Ana shunda bilginkim, ayoling farzandga homilador bo'lgan bo'lur. Shu kunlarda sen Allohga tasbih va tahlil aytishga mashg'ul bo'lgin degan xitob bo'ldi. Zakariya alayhissalomning shahid bo'lish sababi haqida turli rivoyatlar mavjud. Ulardan birida aytilishicha, o'g'li Yahyo alayhissalomning shahid bo'lishiga sabab bo'lgan podshohning xotini Allohning g'azabiga uchrab, uy-joyi bilan yer yutganidan so'ng, bu zolim podshoh Zakariya alayhissalomdan o'ch olish maqsadida uni qidirib topadi va shahid qiladi.